Kim? Ben kızım. Assalomu Iya. alaykum dadajon. Kızım. Yaxshi Qaraysiz, keldingizmi? yaxshi o'qib keldingizmi? Ha, bering. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xo'p, Yasina qizim, qalay o'qib keldingiz? Yaxshi, o'zingizchi? Ukalaringiz hali bog'chadan kelishmadimi? Yo'q, kelishgan. Ayis qani? Aya, hozir chaqirib kelaman. Ayo, dadam keldi. Ha, keldingizmi? Ha, kelaman-da. Hol ahvol so'raydi. Charchamadingizmi deydi. Keldim mana. Quruq qo'l bilan kelardingizmi? Ham muzlatkichda hamma yo'q bor. Kecha kuni ro'zg'or qilganmiz. Yana nima kaming bor edi? O'zingiz bilib, uyda kamchiliklarini olib kelsiz bo'ladi-ku. Qachongacha qo'lingiz moyga botib qorayib yurmoqchisiz? Topgan pulingizda umuman baraka yo'q. Harakat qilyapman-ku axir. Uyim, joyim, bolam, chaqam deb yashayapman. Qachon men ham boshqalarning xotiniga o'xshab mazza qilib yashayman. Tilla taqinchoq taqqim, chiroyli joylarda dam olgim keladi meni ham. Bu turishda bu xayollarim orzuligicha qolib ketadi shekilli. Ayasi, musulmonchilik asta sekinlik bilan. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Eng muhimi halol rizqdan qo'ymasin. Har doim shu gap. Bo'pti aka. Xo'p, rahmat. Olib kiravering. Kiravering. Olib kiravering. Ye, tanimadingmi? Sarvar. Ho'piz. Sarvar qalaysan? Dostim. Sog'ligingiz. Yaxshimsan? Charchamayapsan? Bormisa? Ha, bor. Qalay kayfiyatlar? Yaxshi. Yaxshimi? Olish yotibsiz chetda. Ha, yaxshi. Havolar ham isib, moshinalar ham ko'payib qolganmi? Asta aytma. Ha, ishlar ham yurib qoldi. Nima qilish kerak? Nima xizmat Biz ham ochib? moshinani moyini almashtirish kerak. Ozgina chapga. Kiravering, to'g'ri. Hop, Bo'minjoni. Mashinani yangiladim degan. Ha, yangiladim. Qalay o'zing, yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi kunlaringga xizmat qilsin. Ha, rahmat. Ishlar yaxshi ketyaptimi? Yaxshi. O'zingni oilang tinchmi? Rahmat. Bugun kechga nima rejalar? Ha, nima reja bo'lardi? Ish tugatib uyga boramiz. Xotin bola chaqaga vaqt ajratamiz do'stim. Ha deb uyim, joyim deb yuravermagin. Sen o'zingga ham vaqt ajratib qoramoyga botib yuribsan. Ha bir ko'chalarga chiqib, choyxona, moyxona qilib yurmaysanmi? Endi bunaqa deysan-ku, ishimiz shu. Asosiysi halol. Halol rizq topamiz boya shu. Bugungi ishni qo'y. Kechga zo'r reja bor menda. Bugun men seni diskotekaga boraman. Bir kayfiyat yozib kelasan. Qo'y o'rtoq. Diskoteka senga yarashaversin. Sen san'atkorsan. Hozir kiyimda yurasan. Konsertga borasan, to'yga borasan. Bilasan, bunaqa shog'illarga bizda toqat yo'q. San'atkor bo'l. Bo'lmasa sen ham. Qo'y. Shu san'atga bitta men kamlik qilyapman. Ha, aytgancha, kecha sen bilan birga yuradigan do'mirachimi, doirachimi nima deydi? Doirachi degan. Ha, o'sha doirachi bolang ahror kelgan. Ha, tinchlik yog'ini almashtirib berdim. Orada sendan ozgina xafa ekan, shuni aytdi. Nimaga mendan xafa bo'larkan? Kam pul berarmisan, o'rtada tushgan puldan olib qo'yarmisan. Bunaqa qilma o'rtoq. Ularda ham rizqi bu. Sen san'at tushunmaysan-da. O'zi u berayotgan pulim ko'p ularga. Yetadi o'sha. Senga ham xafa bo'ladi. Ko'proq bersang, sendan xursand bo'lishadi. Rozi rizochilikda gap katta. Qo'y bu gaplaring, mashinani yop. Sen bilan kechga ko'rishamiz. Hech pul bo'ldi xizmat haqi. Yog'ni pulini ber, xizmat haqi kerak emas. Xizmatingga ham beraman. Bu xizmating. Kerak emas. Ol. Uyga bo'lamiz. Ana sastapindagi bolalaringga berarsan, o'shalar xursand bo'ladi. Umid. O'rtoq, bu pulni o'rniga senga bitta iltimos bor. Nima? Xotinim ishxonadan, bolalarim bog'chadan olib uyga tashlab qo'ygan, buguncha kech qolaman shekilli. Ha, bo'ldi bu xizmat bas. Bu bo'ldi gap yo'q. Nechida ko'rishamiz? 6larda ko'rishaylik. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, men charchadim. Xo'p, yaxshi. Qo'llar qarab turaman. Xo'p bo'lar. Haligi temani yana bir o'ylab ko'r diskoteka. Bormayman men, o'zing borib kelaversan. Rahmat. Bo'pti. Chiqor qarab turaman. Bo'pti, 6da ko'rishamiz.
Navbat 18-20 xona. Rahmat. Opa, yaxshimisiz? Mana tepaga bemorlar joylashtirib tushdim. Opa, charchamadingizmi? Bugun bemor rosa ko'p bo'ldi, rosa charchadim. Oyog'imda oyoq qolmadi. Opa, ana bizda ishlab chiqayotgan Nargizni ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Rosa ham o'zgarib ketibdi. Tagida mashina, qo'llari to'la tillalar, opa. Aytishlaricha bitta boyvachchaga tegib olganmish. Hamma narsasini o'sha olib beryapti ekan. Opa, sizni ham chiroyingiz chakana emas. Bitta boyvachchani topib olib mazza qilib yashamaysizmi? Voy, g'alatimsan, qo'y bunaqa gaplarni. Voy, xo'p, aytib qo'ydim-da. Ha, tinchlikmi? Ha, keldingmi? Oldinga yaxshimdan 6ga chaqiraman deding-ku. Rejalar o'zgardi. Uydagilar bilan boradigan boshqa yo'limiz chiqib qoldi. Ha, bo'ldi, o'rta chiq, ketdik. Ha, ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketaveramizmi? Ha, ketdik. Endi bizni uyga tashlab qo'ysang, bo'ldi. Umidjon, mana shu magazinga to'xtab o'tgan o'rtoq. Shunga? Aha, shunga. Men birpasda kirib chiqaman-a. Uyga 4 ta non olib. Umid aka, o'g'illaringiz yaxshimi? Katta bo'lishyaptimi? Ha, rahmat. Katta bo'lishyapti. Biz ham o'g'illi bo'larmikanmiz? Gulxon, ha, yaxshi niyat qilavering. Xudo beraman, hech gap emas. Umid aka, sizni xotiningizga rosa havas qilaman. Sizdek toparmon, tutarmon eri bor. Unaqa demang. Ha, ustalarda ham pul ko'p bo'ladi. Sarvar yaxshi ishlayapti. Qachon qarama, ustidan yog'ni hidi keladi. Voy, qani edi sizga o'xshab, o'ziga qarab, kiyinib yursa. Bizda ham siznikidaqa chiroyli mashina bo'lganda. Ha, Gulxon, mana mashina bor. Xizmat bo'lsa aytaverasiz. Voy, menda telefon raqamingiz yo'q. Ha, yozing bo'lmasa. Sarvar ham chiqib qoldi. Umid, turib qo'ymadim o'rtoq. Ana endi rostdan ham uyga ketsak bo'ladi. Ketaveramiz. Salom bolalar. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Voy, opa qizim. Yaxshi o'tiribsizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? Assalomu alaykum dadajon. Siz yaxshilab keldingizmi? Yaxshi zo'r. Charchamadingizmi? To'y yaxshi bo'ldimi? O, juda bo'ldi-da. Nima ovqat? Ovqatim tayyor. Hozir kirib turing, suzib chiqaman, a? Bo'ldi, keyin almashinamiz bolajonlar. Yuliymi? Yuli, Dugon, qalaysam o'tir. Voy, Dugon, bormisan? Qalaysan? Zo'r, voy, bormisan? Guli, ko'rinmaysan ham bu. Yuribman, ish uy. Ha, bu o'tirishlarga ham kelmay qo'yding-da. Kelarman, qo'shilarman. Ha, nimaga bu xomush ko'rinyapsan? Tinchlikmi? Ha, ishdan kelyapman. Necha charchadim shekilli. Xohlasang bironta joyga borib ovqatlanib kelamiz. Jon derdimi, uyda qiladigan ishlarim ko'p. Bolalarni bog'chadan olishim. Ha, erinchi eri olsa bo'lmaydimi? Ertamandan kechgacha ishda. Qaraginda, senga bitta taklifim bor agar xo'p desang. Mayli, qanaqa? Agar men taklifimga ko'nadigan bo'lsang, dang'illama uylarda, mana shunaqa chiroyli mashinalarda, tilla taqinchoqlarda yurasan. O'zing uchun ham yasha, mundoq. Bu ro'zg'or tashvishlari hech ham tugamaydi. Jon kuydirgan qizlaring ham bir kun turmushga chiqib ketadi. Ular birovning xasmi. Ha, to'g'ri aytasan. Masalan, o'zim ham onamni ko'rgani bir oyda bir marta boraman. Ana ko'rding, o'zingdan qiyos. Bu 5 kunlik hayotda yaxshi yashab olish kerak.
taklifimni yana bir marta o'ylab ko'rsang juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Ha, bugun ovqat qilmasang qilmabsan. Eringga ayt, u bu narsa olib kelsin. Yo'q, qo'ya qol. Buguncha uyga tashlab qo'ya qolmani. Bugun erimga aytadigan gaplarim ko'p. Aha, bo'ldimda, uygami? Ketdik endi. Allo. Allo, ha, Dugonajon, yetoldingmi? Ha, hozir keldim. Ishda biram charchab ketdim. Ha, men aytgan taklifni nima bo'ldi, o'ylab ko'rdingmi? Bilmasam. Voy, qara, nimasini o'ylaysan? Bu narsani qara mazza qilib hayot kechirishni xohlamaysanmi? Mashina, tilla, taqinchoq, hamma narsa ham bo'ladi. Ha, bir o'ylab ko'ray. Qachongacha mana pul topmas ering bilan yashamoqchisan o'zi? Ha, mayli, endi o'ylab ko'r, ertaga ham telefon qilaman bo'lmasam. Ha, bo'pti. Bo'pti, xo'p. Nargizaga mazza. Tagida mashinasi, dang'illama hovlisi bor. Boshida eri bo'lmasa ham, eri borlardan ancha yaxshi yashaydi. Men ham tezroq shu erkinlikka chiqishim kerak-da. Buning uchun ana bu so'tak erimdan qutulishim kerak. Ha, menga Umid akam yordam beradilar. Alo. Assalomu alaykum Umid aka. Va alaykum assalom Gulxon. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi, nima gaplar? Umid aka, ertaga vaqtingiz bo'lsa ko'rishaylik degandim. Sizga aytadigan zarur gapim bor. Bo'ldi Gulxon, tinchlikmi axir? Ha, tinchlik. Bo'ldi, unda ertaga tushlik vaqtida o'sha eski joyimizda ko'rishamiz, xo'p? Bo'pti Gulxon, ertaga ko'rishamiz, xo'p? Xo'p, Umid aka, o'rtog'ingiz keldi. Ertaga gaplashamiz. Uydamiding? Ha, keldingizmi? Ha, keldim. Guli, ovqating tayyor bo'lsa suza qolgin. Bugun ish juda ham ko'p bo'lib, tushlik qilishga vaqt ham bo'lmadi. Qorin juda ham ochib ketdi. O'zi hozir ishdan keldim. Ovqat ko'ringanim yo'q. Charchaganman. Yaxshisi ovqat buyurtma qila qoling. Bu nima deganing, Guli? Har ro'zg'orda hamma yo'q bor bo'lsa, bor biror narsa harakat qilgin. Tushlik ham qilganim yo'q deyapman-ku senga. Yo'q dedim sizga. Ovqat qilmayman. Qachongacha siz madikoringiz bo'laman? Kerak bo'lsa ana o'zingiz ovqat qiling. Tushunmadim, Guli. Bugun biror narsa bo'ldimi senga? O'zi umuman tushunib bo'lmayapti. Oxirgi paytda o'zgarib qolgansan. O'zingga ham bilinyaptimi? Yo'q. Sarvar aka, zerikdim bunaqa hayotdan. To'yib ketdim. Qachongacha bu uyda cho'ridek yashayman? Men ham dugonalarimga o'xshab yaxshi hayotda yashashni xohlayman. Ana o'rtoqlarim, kecha hali u restoranga, hali bu restoranga borib o'tirishdi. Siz menga nima qilib beryapsiz? Guli, senga qilganlarim esingdan chiqib qoldimi? Alohida yashayman deding. Kenja farzand bo'lsam ham onamni tashlab chiqib ketdim. Bu hammasi seni yaxshi ko'rganim uchunmidi? Endi ko'rinmayaptimi seni ko'zingga bu ahvollar? Quruq sevgi qorin to'ydirarmidi? Men siz bilan ana bu nogiron onangizga xizmatkorlikka kelin bo'lmaganman. Nima? Endi haddingdan oshding. Endi mendan yaxshilik kutma. Ha. O'sha har doimgi joyda. Dadajonisi, kechqurunga nima ovqat qilay? Men telefonda gaplashyapman. Bilmayman, bilganingni qil. Bor. Gaplashadigan paytda keladi-ya. Hali yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sarvar bo'lib qolmadim. Yo'q, ishda uyda. Ataylar, mana shunaqa odam kam joy tanladim, hech kim ko'rmaydi.
bemalol gaplashib o'tiramiz. Ma'qulmi? Bo'ladi. Men sizni birinchi ko'rganim hech ham esimdan chiqmaydi-da. To'ylaringizda oppoq libosda yurakka setgan. Yoqtirib qo'yganman. Rahmat. Mana taqdir nasib ko'rishdik. Bundan buyog'iga sizni zo'r joylarga boraman. Qayerlarga borishni xohlaysiz? Chet ellarga chiqmaganman, ammo chiqishni xohlayman. Demak, birinchi safarimiz Turkiyadan bo'ladi. Yo'q, Turkiyaga borasizmi? Albatta, yoqadimi sizga? Bu orzularimdan biri. Orzularingizni amalga oshiramiz. Hop. Ana endi ovqatlarga buyurtma beramiz. Bu restoranning ovqatlari juda mazali. Ofitsiant, qarab oling. Ya Sardor, Ye, Sarvar aka. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? yaxshi. Rahmat. Charchamayapsiz, ishlayapsizmi? Zo'r. Tuzukmisiz? Ha, qaysi tarafdan qaysi tarafga? Ha, shu aylanib aka. Ha, yaxshi. Dadang yaxshimi? Xudoga shukr aka. O'zingiz ham charchamay ishlayapsizmi? Zo'r, Tuzukmisiz? ishlayapti, olyapti. Sarvar aka, keyin ham to'yga chiqyaptilarmi? Ay, yo'q, keyin qanaqa to'yga chiqadi? U shifoxonada shifokor bo'lib ishlaydi-yu. Hofiz bilan ko'rdim-da. Qaysi hofiz bilan ko'rding? Haligi siz oldingizda ham ko'p yuradi. O'sha aka bilan ko'rdim. Adashgandursan, keyin to'yga chiqmaydi, u bilan nima qiladi? Ha, mayli aka, bo'lmasa aytdim qo'ydim aka. Mahallani kattasidan tortib kichkinasigacha og'izda shu gap. Bu xotinda bir gap bor-da, bir gap bor. Olma otdim ortingdan. Diyora! Assalomu alaykum. Yep. Keling dadasi. Voy, sizlar dadalang charchab keldi, uyga kirib turinglar, xo'p? Bitta charchadim. Nima ahvol bu dadasi? Nima bo'pti ahvolimga? Yana sanmi? Ko'rinma ko'zimga. Yoqmayapsan. Dadasi, menda nima ayb? Akangizdan chiqmasam, uyda jim o'tirsam bolalarga qarab. Boshqa uylanaman bo'ldi. Ana senga olam gul. Assalomu alaykum. Ke o'rta. Charchamayapsanmi? Rahmat. Salomat Bo'lyapsizlar? Zo'r qo'lim yog'idi. Aytmoqchi, ana balonda dami chiqib ketib qopti. Nasosiy momi damlab bergani? Ha, bo'ldi. Shuni damlab bergin o'rta. Bo'ldimi o'rta? Ana bo'ldi o'rta. Rahmat, sog' bo'lgin. Qolgan balonlar yaxshimi? Qolganlari yaxshi, rahmat Xudoga shukr. Salom. Ha, o'rta o'ylanib qoldim. Tinchlikmi? Gap bor edi, aytsammikin, aytmasammikin deb o'ylanyapman. Aytmasam vijdonim ham qiynalyapti-da, to'g'risi. Nima gap? Tinchlikmi? Odamni ichiga g'ulg'ula solmasdan gapirginchi. Aytay desam. Xijolat bo'lyapman. Mani o'rtog'imsan? Nima gap? To'g'ri. Endi bitta mahallada o'sganmiz, birga katta bo'lganmiz. Lekin ayolim xotiningni begona erkak bilan ko'rganmiz, do'stim. O'ylab gapiryapsanmi? Qanaqa begona erkak? O'zim ham
bir ikki marta ko'rdim-da. Ayolingni, ana sinfdoshing bor-ku. Kim? Qaysi biri? Kim? Artist sinfdoshing bor-ku. Endi aytmasam do'stimsan. Bitta joydagi insonmiz, mana qo'ni-qo'shni bo'lganimizga ham 15 yil bo'ldi, aka-ukadek bo'lib qoldik. Aytmasam vijdonim qiynalardi-da. Faqat mendan xafa bo'lmagin. Ha, aytgancha, nech pul bo'ldi xizmati? Do'stim. Yaxshimisiz jonim? To'yga borib kelib oldingizmi? Ha, keldim. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi, o'zizchi. Ha, bir 6 marta so'radingiz gaplarni. Kundan kunga chiroyli bo'lib ketyapsiz-da, go'zal. Rahmat. Umid, hayvon ekansan. Hali sen shunaqa ishlar qilib yuribsanmi? Menga xiyonat qilib yurganmiding? Senga ishonayotgandimmi men? Illos ekansan. Nonko'r. Illos. Maras. Men sendaqa xotin bilan yashamayman. Senin telefonunuzdan foydalanmasam bo'ladi. O seschi. Alo Umid aka. Keling meni olib keting. Ha, keling olib keting. Keldingmi? Hayvon! Hayvon! Kim degandim seni? Hayvon! Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Erim ko'rib qoldi. Nimani ko'rib qoladi? Gaplashayotganimizda Telefon qilganda erim yo'q deding-ku. kelib qoldi, bilmayman. Yozga